bo'lyapti. No bu kino, haqiqatanki kinoning ssenariysi. Shunaqa boshida jamoa o'ynolmaydi, keyin yel o'ziga kelib, comeback qilib, umiddamanki final qiziq bo'lishiga. Qani ketdik aziz tomoshabinlar, XLTV final. Egoista Depoga qarshi. Tak B bo'ladimi yoki nima? Vetfi, Amirka, timing push olishi mumkin. Timing Vetfi push qildi, Vetfi bitta kill topdi, so'yib olib ketdi. 4 5 vaziyat. Vetfi, Javiko Laratman. Bu yerda Frog yana kill topdi. Qarang, oy, Frog. Bu yerda lekin friendly fire ketib bu qoldimi? yerda Depo jamoasi kuch tarafdan keldi. Nimaga desangiz, B'ni rush qilib oxirigacha kurashishdi. Bu yerda Frog hali ham olgani yo'q. Laska birinchi raund Depo uchun. Sababi keyingi raundda bay qilib bemalol o'ynash imkoni bo'ladi. Iloji boricha sekin o'ynab kill topishga harakat qilishadi va bu yoqda Vetfi ajoyib kill topdi Laskaga nisbatan va ikkinchi kill ham bor. Menimcha уже farm qilishga ketadi Vetfi. Keyingi raundda AWP qurolni olish va midda kontakt borligini bildi. Suicide ham bitta o'yinchi bor. Uni sharm ekan. Midda to'lig'ligicha egallab olishmoqda. Hozirda Depo eSports jamoasi. Ko'ramiz. Bu yoqda yana bitta kill topa olarmikan? Frogdan ham bitta kill bor. Ikkinchi kill bo'ladimi yoki bo'lmasam uni o'ldirishadimi? Vetfi Frog bilan birgalikda mana shu o'yinni qo'lga kiritishmoqda. Vetfidan triple kill, Frogdan esa double. Bu yoqda va Sorik hozirda middle azgina turib informatsiya yig'ib oldi, qanaqa granatalar ishlatilganini ham ko'rish uchun va azgina bu damak yo'qotdi. Bizda hozirda Frog granata uchib kelgan bo'lsa kerak yoki bo'lmasam Javiko o'yinni friendly fire ketib qoldi. o'yinni o'z qo'lini qo'lga qilish. Egoista jamoasi o'zi o'yinchilarga aytish kerak, shortda bir kirish amalga oshirishi mumkinligi haqida. Asvelon mana shu zo'r flashkada lekin imbovoy. Bilib bo'lmaydi, ya. Bilib bo'lmaydi, ko'rinmaydi. Raskitlar amalga oshirmoqda Egoista jamoasi Depo eSports. Bu yerda desant smoke qarang. Pastga tushib ketadi va eshitdi Depo Vetfi Miz berdi. So'yga ketdi. Bu yerda zo'r flashka Asvelon bitta kill berdi, rasmiylar ketdi. 3-2 vaziyat. Shox o'lib ketdi. Yaxshi. 2 ga 2 vaziyat. Botir shot va Frog. Laska va Javikoga qarshi flashka berildi kattaga. Pachga qo'yilgan. Oy, retake. Laska va Javiko. Botir shot va Frogga qarshi botir shot. Turkdan qaramoqda. Bu yerda Javiko kill topdi. 2 vaziyat. Botir shot. Bunaqa raundlar olishni biladi lekin bu safar emas. Laska o'ldirib ketdi. 2-1 hisob. Statistikasi buzilsa ham qo'lis qiladi. Oxirigacha bu o'yinni yutmoqchi. Laska o'ldira olmadi Shoxni. 4 ga 5 vaziyat. Shox yana bitta kill Shox. Triple kill bo'lmadi. Biz o'ldirib ketdi uni. Asvelon Bistofisni o'ldirdi. 4 ga 2 vaziyat. Havachi va Javiko. 4 ta o'yinchiga qarshi Vetfi Javiko o'ldirib ketdi. Havachi bitta o'zi 4 ta o'yinchiga qarshi mana bizga ko'rsatib qo'yishdi. Lor hujum qilgan bo'lishi mumkin. Smoke berildi. Bu yerda Vetfi Javiko o'ldirib ketdi. Open frag bor Depo jamoasida. Molotov shortga. Asvelon. Mittuba. Havachi chapter smoke Mittuba smoke berildi. Bu yerda lekin Atletin smoke berildi eshigiga. Xo'p, u yaxshirishdi. Molotov berilgan ekan. Bu yerda Asvelon double kill. Havachidan rasmiy Sorik ham kill topdi. 3 ga 2 vaziyat. Vetfi boost qilib bo'lmaydi. Smoke tushgan. Frog. Bu yerda 2 smoke ham bor ekan. Vetfi Havachi o'ldirib ketdi. Bu vaqtda Sorik ham keyingi raund ketib qoldi. 4-raund Depo uchun. To'g'ri, Depo uchun zo'r start. spray kontrolni azgina ushadilar. Va hozirda Bistofisdan kill bo'ldi. Botir shot razmen berdi. Ortiqcha pik qilmayapti. Repik kerak emas bu vaziyatda. Va bu yoqda Botir shot gap bo'lishi mumkin emas. Double kill, triple kill boyigi bilan hisobga oladigan bo'lsak, ularni hozir pik qilishni boshlaydi. Botir shot shok soldirdi. 3 ga 1 vaziyat. Laska hozirda AWPdan qurib. Oy, quadro kill Botir shot. Agarda Egoista prям idealniy komandasi Vetfini vanta bilan digl o'chirib qo'yish kerak. No bu juda ham qiyin. Oy, zo'r xayashga. Yaxshigina xayashga uchib keldi. Timing bo'yicha tushundim menimcha bo'lib, flashka middlega berildi. Asvelon o'sha mashhur flashkasi, desant smoke. Ikkinchisi. Bular hammasi katta sakraydimi hozir endi shunaqa qilib yo'q. Vetfi full blindda katta sakraydi bitta o'yinchi. Vetfi Asvelon kill topdi. Vetfi hali ham topgani yo'q bitta kill.
Vatfi kill berdi. Mana oxirida 6-1. Busta bo'lganida Laska hozirda o'ldirgan bo'lardi Vatfini va sakraganida Vatfi o'ldirib qo'ydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qanaqa shot bo'ldi? Oxirigacha sabr bilan kutdi. Havachi va o'zini sheriklari bilan longda egallab olishgan. Lekin ularga qarshi smoke berib qo'ygan. U smoke qancha turarkan? Smoke'da yangilashdi. Ozgina muddat bo'lsa ham ushlab turadi. 20 soniyadan Eng qizig'i Laskada sal ma'lum qoldi. Hozir o'yinchilardan ham bo'ladi. Shunaqa mana. Kontrolga ketmoqchi edi, lekin o'sha mishkani kaloskasini bosib olgan, sakrab olgan. Shuni hisobiga menimcha o'lib ketgan. Endi unlock bo'lib turadi shunaqa narsa. O'yindagi ayrim bir holatlar butunlay jamoaga qarshi ishlab qo'yishi mumkin. Vatfidan ikkinchi kill ko'ramiz. Triple kill berarmikan? Hozirda Javiko bilan birgalikda longga ketayotgan o'yinchimiz Beast of Beast birinchi killni berdi. Vatvini o'ldirdi. Vatvini ko'rmaymiz, lekin Shocksdan double kill ko'rishimiz mumkin. Yo'y, yaxshigina damaq oldi. Agarda yana ozgina o'qtaganda o'yin ketishi ham mumkin edi. Smoke'da yangilashmoqda longdagi Shocks ikkita kill topdi. Smoke'ga bo'lishi mumkin emas. Shunchaki his qotdi qayerda, qaysi o'yinchi borligi haqida Vatvi ham harakat qilib ko'rdi, lekin joni juda ham kam qolmoqda. Ozgina shovqin bergan holatda orqaga chekinishmoqda. Menimcha bu katta ehtimol bilan save bo'lishi mumkin. Nice Vilon Laskani ham o'ldirib ketdi. Bu yerda hozir midda chiqib ketgan bo'lishi mumkin degan informatsiya kelib qoldi. Yo'q, Havachi oxirgacha o'sha yerda edi. Havachi harakat qilib ko'radi, raundni olib ko'rishga patini oldi va yana bitta flashkasi bor. Bu yerda esa Botir shot orqasidan kelib bo'lgandi. Best of 3. Aziz tomoshabinlar, Best of 3 emas, Vatfi. Javiko o'ldirdi. Birinchi taminda Vatfi smoke. Oy, Beast of Beast'ni ham o'ldirib yubordi. 5 ga 3 vaziyat. Laska, Havachi va Sorik 5 ta o'yinchiga qarshi. Botir shot. Havachi o'ldirib ketdi. Sorik Frogni o'ldirdi. 4 ga 2 vaziyat. 4 ga 2 Lurk smoke. Molotov berildi. Molotov chiqdi. Sorik Botir shot Sorikni o'ldirib ketdi. Oxirgi o'yinchi bu Laska. Das kartasidan ayniqsa. Laska. Hop, sekin chiqib kelmoqda o'ng tarafdan. Laska hammasini to'g'ri qilmoqda, lekin to'g'ri qilgan bilan bitta o'tdi, bo'tda Botir bor, Botir o'lib ketdi. Laska kill topdi. Pachkani qo'ysa yaxshi bo'lardi. Yaxshi, lekin bu pachkani ham qo'yib berishmaydi. Vatfi O'ldirdi, faqatgina bomba qo'ya olmay qoldi. Icevilon bitta o'yinchini yoqib yubordi Shocks bilan birgalikda. Havachi edi u o'yinchining bittasi. Shortdan kirib ketmoqda, hozir topdi. Oy, lekin Laska unga razmen berdi. Javiko bilan Laska hozir shortdan kirib kelishmoqda. 3 ta o'yinchini salgina to'xtatib turishga mo'lik berdi, lekin Molotov salgina noaniq bo'ldi. Ko'ramiz bu vaziyatda retake qila oladimi deb jamoasi yoki bo'lmasam biz egoist jamoasi boy beradi. Oy, Beast of Beast gap bo'lishi mumkin emas. Ikki vaziyat Shocks va Botir shot 3 ta o'yinchiga qarshi ko'ramiz. Botir bunday raundlarni olgan, bundan qiyin raundlarni olgan. Botir 3. Navbatda Laska bor, Shocksni o'ldiradigan. Botir ham o'lib ketdi. Javiko o'qidi uni 9-2 ikkinchi raund. Mana nastroy lekin yomon emas. Mana sababi kech yanada va safe pozitsiyani egalladim deganingizda iloji bo'lmay qoladi. Frog hozirda Backlandni pastki lowerdan push qilib informatsiya oldi va bitta o'yinchini o'ldirishga muvaffaq bo'ldi. U o'yinchining yo'qligiga Botir hozir Avikda yaxshi to'pga kategoriyada o'yinchi kirib ketgan. Uni topa olisharmikan? Va bu yerda Icevilon o'yinni birinchi yarmiga nuqta qo'ydi. Sarvar qiz kommentariy yozdilar. No, endi bu yerda mix, bu yerda Laska bisovitni o'ldirib qo'ydi. Bundan Vatfidan kill muammosiz deb o'ynamoqda. Menimcha bu bilasizmi? Menimcha bu Dabek egoistidan bular asabiylashmayapti. Bular xohlamayapti o'zini kuchini bu yerda 5 ta 6 ta raundga berishga. O'zini kuchini saqlab, keyingi kartaga tayyorlanishmoqda sekin-sekin. Miraj. Miraj yaxshi o'ynashadi bular. Push qilishgan, lekin bu yerda push qilingan Icevilon, Frog birgalikda topmoqda va bizda Shocks ham topdi. Juda ham yaxshi rezultat. Bu O'zbekistonga kiradi. Toto bo'yicha ham to'ppa-to'g'ri. Bularda o'z sostav O'zbekistonniki bundan qolib qarasa. Oldin zamanda bo'lgan, ikkita qozog'istonlik o'yinchi bo'lgan. No, shunga ham qaramasdan 3 ta o'zbek bo'lgani uchun bu O'zbekiston sostavida hisoblangan. Ko'ramiz, o'qirmagan o'z opponentini pachka esa tushib qolgan 2 ga 1 vaziyatda ekan men bir o'zim. 3-raund egoist uchun
Kapiga o'ynaymiz, asabiylashmaymiz. Bu kartani berib qo'yaveramiz. Hali oldinda ikkinchi karta bor. Shunaqa ham fikrlashi mumkin. Laska 2 kill topdi уже. 5 ga 3 vaziyat. Laska triple kill, quadra kill. Laskadan Laska ace berishi mumkin. Hozir Laska ace bera olmadi. Aysiv oldi ketdi uni. Lekin Javikodan Razmer 4-12 hop. Bu yerda iltimos, men 10 marta tushunishmayapti odamlar. Hop, flashbang kiritildi, comeback. Behruz comeback bo'lishi qiyin, jigar. Comeback bo'lishi qiyin. Men tushuntirib berdim hamma narsani. O'yin kelyapti, bularda mix. No, balkim Miraj nimadir bo'lar, no hozirgi vaqtda comeback ishonish qiyin. Bu tush qarang, Deagle уже 2 kill bor, 5 ga 3 vaziyat. Xavachi bitta kill topgani 3 ga 4 ko'pchilikda. O'yinchilar Xavachi ekonomist round 3 ga 3 vaziyat. Ganlarni berib qo'ymash kerak, muhimi. Kill topgan joydan ganlarni otib olish kerak iloj bo'lsa. Shunaqa va hozirda depo jamoasi zudlik bilan rotatsiya qilishni amalga oshirmoqda. KTda esa Javiko xotir olmoqda, o'tib ketgan deb o'ylab eshitgan bo'lish kerak. Hozirda eshitdi va hozir kutmoqda. Masalan, kiruvchi o'yinchilarda bu yoqda bitta o'ynashni boshladi. Oy, Laskadan qanaqa spray kontrol bo'ldi. Shunchaki flikda ajoyib desam bo'ladi. Gradusga qayirib olib, otdilar, gap bo'lishi mumkin emas va Shox Brozi pachkani qo'ysa, jamoasi uchun katta foyda bo'lardi, lekin afsuski, egoist jamoasi a'zosi Xavachi yo'l qo'ymadi bunga. O'ynashni boshlashadi. Vetfi hozirda birinchi bo'lib o'ynashni boshladi. Jamoasi uchun berishdi va katta o'yinchi borligini bildi. Yaxshigina flashka Laska bitta o'yinchini o'ldirdi. Vetvida double kill gap bo'lishi mumkin emas. Ikkita o'yinchini o'ldirib, saytni ochib berdi. KTda esa 3 ta o'yinchi KTdan hozirda retake qilishga to'g'ri keladi. Bu haqida informatsiya Shox yig'gan va bu yerda Strafda turgan o'yinchilarni o'ldirdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Egoist jamoasi hozirda bu o'yinni qo'ldan boy bermoqda. Depo jamoasi esa 13-6 hisob bilan, 13-5 hisob bilan, 5 hisob bilan plastik kartani qo'lga kiritdi. Muammosiz depo gap yo'q. O'zi pistoletga boshlanibdi. Ko'rib turganimizdek, hop, depo pachkani qo'yib bo'lgan. Laska 1-1 и depo birinchi raundni qo'lga kiritdi. 1-0 hisob. 4 soniya o'tdi. Bu hozirgi vaqtda Laska o'yinchidan ko'rib qoldi. Smokonga Frog ketdi. Bu yerda qalisi bir safar rasman 3 tali Opponentga chiqishdi. Bu yerda Botir Shot Javiko oldirib ketdi. 3-2 vaziyat. Sorika Bistofist. 3 ta o'yinchiga qarshi. Vaqt kam, tezroq qo'yish kerak pachkani. Mana pachka qo'yilmoqda opponentga. И bu yerda retake bo'lmaydi menimcha. Save qilish kerak. Save qilishga beradimi Botir Shot? Botir Shot save qilishga bermaydi menimcha. Ikkinchi raund depo jamoasi uchun. Bitta kill maksimum beriladi. Bitta kill, ikkita so'rik yaxshigina qabul qildi. Lekin Botir Shot rasmiy qildi. 4-3 vaziyat. Botir Shot yana bitta kill, 3-3. Laska, Xavachi va Bistofist. Lekin bu vaziyatda qolish juda ham qiyin bo'ladi. Sababi ularda ikkita 5-7. Oy, bu yoqda hozirda ikkita kill berishi mumkin. Yo'q, Xavachi faqatgina bitta kill bilan kifoyalandi. Aysivilon Xavachini o'ldirib ketdi. Bu yoqda Laska orqadan keldi, 1-1 vaziyatda qolib ketdi. Hozirda Shox olishi katta ehtimoli bor. Granata ham kelib tushdi. Pachkani olib qo'yishga harakat qiladi, lekin bu yoqda oy, sal qoldi. Laska headshot berib qo'ydi 5-7 bilan. И bu тоже open frag qarang. 1 sekundda o'sha Laskani oldirib ketishdi. Aysivilon Bistofist o'ldirdi. Tabrik bo'lmasin bu karta endi. Kurash bo'lsin, egoist uyg'onish kerak, egoist. Frog bitta kill, ikkinchisini o'ldira olmadi. Mana uyg'ondi egoist. 2-2 vaziyat. Botir Shot va Vetfi. Sorik Ajoyevga qarshi butdi hozirgi vaqtda. Botir Shot butdi. Sorik o'ldirib ketdi Botir Shotni. Vetfi bitta o'zi ikki o'yinchiga qarshi. Qo'lida Glock informatsiya bor, Luqaparigina Sorikni o'ldirib ketdi. Molotov berildi. Javiko pachka qo'yildi. Botir Shot qo'yilmoqda pachka. Bu yerda Javiko o'ldira olmadi Vetvini. Vetfi 4-0. Depo jamoasi oldinda. Voy, Botir Shot. Nimalar qolsan, jigarim? Kameraga emotsiyalar babi. Qurollardan bittasi B plantida yaxshigina podjim bo'lgan ekan. Informatsiya yig'ilyapti va bizada Bistofist
Uplandiga qarab yugurmoqda. Shox bitta kill topdi Sorikka nisbatan. Javiko bu yoqda informatsiya olmoqda. Ovozlarni eshitgan holatda IC Vilon Frog bilan birgalikda yaxshigina kill topishgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Frog yana bitta kill Laskadan va bu yoqda Vetfi raundga nuqta qo'ymoqda va bu 4-raund. Havachi IC Vilonda o'qimasligi mumkin. Sababi ikkita tomondan ham informatsiya yo'q. Nuqtadan ko'ruvdi. Tez hozirda bitta kill amalga oshirdi. Ikkinchi kill bo'larmikan? Bu apparatda IC Vilon hozirda eshitdi. Opponent sakrab tushganini va o'shanga qarab kill qiladi. Sorikni ham o'ldirib ketishi mumkin-da? Yo'q. Lekin o'ldira oldi. Repick qilingan vaziyatda Laska bilan Javiko, IC Vilon, Frog hamda Vetfiga qarshi qolishdi. Bomba esa qo'yilgan. Laska bu yoqda kutish kerak o'z jamoadoshi esa uzoqroq yo'l tanlagan. Apps tomonidan sekingina keladi. Menimcha save qilishsa kerak. Exit fraglarga Javiko qoldi. Bu 6-raund depo uchun. 6-raund. Dominatsiya qanaqadir depodan. Chempionlar ligasida depo lekin opponentlarni sezgani yo'q. Shunaqa. O'zi bunday qarasa ikkita o'yinda egoistiga qarshi o'ynayapti. Egoistda dominatsiyaga qarshi narsa qilolmayapti. Hech narsa. Nahotki 2-0 hisob bilan tugaydi hamma narsa. Nahotki. Vilon butdi, mana Sorik olib ketdi uni. Yosh talant. Javiko Photoshopdan urdi. 3-5 vaziyat, smok berilmoqda. Molotov. Javiko ham hozir appsni egallab olgan. Bu appsda turibdi. Javiko o'qiladimi yo'qmi? Shunisi ham qiziq menga. Javiko bitta kill bor. Javiko ikkita kill yaxshi. 3-kill bo'ladimi? Yo'q. Nosko bilan olib ketdi uni. Vetfi 3-1 vaziyat. Qilsa bo'ladi, endi xarid qilish kerak. Bu grand final albatta. Yo'q, bu Sorik save qilishga ham bermadi. Yaxshi. Havachi hozirda agressiya bo'lmoqda. Bu foyda berish kerak. Bitta kill bor, ikkinchi killni ham berarmikan? Gap bo'lishi mumkin emas, ikkita kill berdi. Bitta o'yinchi qoldi hozirda middle'da. Deagle bilan uni olib yetish muammo bo'lmaydi. Yo'q, lekin Botir shot bunga yo'q demoqda. Bitta kill berdi, Underdagi o'yinchiga ham xiyeshga yaxshigina tushdi. Havachi triple kill, Havachi qadar bo'lmadi, Isilon o'ldirib ketdi uni. 3-2 vaziyat. IC Vilon va Shox 3 o'yinchiga qarshi. Bu yerda esa IC Vilonning joni kam. Deyarli bitta o'qli joni bor. Depo nima qilar ekan? Olib ko'ramiz, bu yerda Beast of Fist IC Vilonni o'ldirib ketdi. Oxirgi o'yinchi bu Shox. Plant tarafga qarab chiqishadi. Endi bu yerda Sorik turibdi. Sorik 2-6 hisob. Olishi mumkin menimcha hozir egoistda, chunki ekonomistski 5 ta Deagle depoda. 5 ta Deagle. Bu yerda qarang. 2 kill topishdi depo jamoasi. Bir pas qanaqasiga bo'ladi Deagle'lar bilan hozir fullbackga qarshi kill topishganini tushunmayman haligacha. Bor, to'g'risi ham tempo yig'olish kerak, ozgina egoistda. AWP bilan Laska miss berdi. Sorikdan kill, to'rga 3 vaziyat. Bu yerda haligacha Deagle bitta kalash bor Botirda. Botir shot, bu yerda Shox Laska olib ketdi. Nima? Sorik yana bitta kill. Javiko 2 vaziyat. Full round edi depoda. Pachkani yechish kerak. Pachka yechilmoqda. Fake qilindi. Bu yerda esa Javiko olib ketdi Botir shotni. Vetfi ham bo'ldi. Javiko yaxshi pachkani topyapti, mana topishdi. Bu 3-raund. Egoist uchun lekin tan olish kerak, 5 ta Deagle bilan yaxshi o'ynadi depo jamoasi. 3-6 hisob. O'yinchilarni rotatsiya qilishga majbur qilmoqda. B-plantdagi o'yinchilar ham kelolmayapti. A-plantga va bu yerda Frog kill topishi mumkin. Yo'q, Javiko birinchi kill topdi. Endi Frog biladi u yerda o'yinchi borligini. Razmen bo'ldi. To'rga to'g'ri vaziyat. Palsdagi o'yinchi ham bitta kill topdi. Shox Sorikni o'ldirib ketdi va KTda Avik borligi haqida adashmasam eshitishdi. Va Havachi bu yerda kill topib, ikkita vaziyatni 3-2 qilganda va razmen bo'lgani sababli hozirda 2-2 vaziyatda. Laska ko'rmadi. Serfodi bu Beast of Fist ketdi, informatsiya bor. Laska miss. O'ldirolmadi. Laska yana bitta o'q tiymadi, fast scope qildi. Laska Botir shot o'ldirib ketdi uni 7-raund depo jamoasi uchun. Va informatsiya ola olasiz. Ko'rda bitta o'yinchini
B pora. Shox kutib o'tiribdi. Bistofist chiqib ketdi hozirgi vaqtda. Laska Ayson olib ketdi. Shox Bistofistni oldi. To'rga 3 vaziyat. Laska Frog kill ketdi. Vetfi 2-1 vaziyatda. Vetfi nima qilar ekan hozirgi vaqtda? Hayeshga uchib keldi Vetfi. Sorik bilan Javiko. Vetfiga qarshi bitta pik qilish mumkin emas. Javiko, Javiko yaxshi headshot. 4-7 hisob. Aysivilon yaxshigina chalg'itdi Laskani, lekin Laska chalg'igan bo'lsa ham bitta kill bera oldi. 4-5 open frag bor egasi jamoasida. Aysivilon Vetfi shortdan kirib kelmoqda. Hozirgi vaqtda Javiko konni oldi turibdi. Xavachi qabul qilishga tayyor. Bu smoke ham lurk smoke edi. No, Xavachi narsani o'qidi. Ko'rib turganimizdek 5-3 vaziyat. Depo lekin g'alati ish qilyapti. Bitta o'ynab endi kirolmadi, o'xshamadi. Shu smoke kirib chiqishdi, lekin bu narsa o'qildi. Xavachi o'qidi. Laska Depo endi B ga chiqishga qaror qildi. Depo jamoasi xavfli bo'lishi mumkin. Bistofist urib o'tdi. Bistofist Xavachi ham kill topdi. Oxirgi o'yinchi bu Frog. Katta ehtimol bilan bu 5-raund egoist jamoasi uchun. Depo jamoasidan bitta o'yinchi agressivroq chek qilib orqaga qaytib ketdi. Bu narsa egoist jamoasini tezroq chiqishga majbur qildi va bitta o'yinchi o'lib ketdi. Katada bitta o'yinchi bor, retake qilishga harakat qilish kerak. 3 ta katta o'yinchilar o'ynab retake qilishga harakat qiladi. Shox bitta kill bera oldi, Sorikdan Razmen, Frog ham yana bitta kill topdi. 3 vaziyat, lekin Aysivilonda joni juda ham kam va bu vaziyatda gap bo'lishi mumkin emas. 2 ta kill topdi. Depo jamoasi hech qanaqa qiyinchiliklarsiz kirib bo'lingan saytga qo'yilgan bombaga retekni ajoyib tarzda amalga oshirdi va ko'rib turganinglardek hech qanaqa emotsiya ham yo'q, unaqa xursand ham bo'lishmayapti nimagadir. Mixga qarshi o'ynab o'tiribdi. Botir Ro'zi ham aytdi narsani. Amir bilan gaplashdim bilan. Laskani kill toplash bilan o'zib ketdi. Shoshmang. Open frag bor, 4-5 vaziyat bu yerda. Vetfi Vetfi bitta kill, Vetfi bilan shoshga topishgan. Mana kill ketdi. To'qirchisi. Egoist jamoasi. 9-5 hisob. Eski zagotovkalar qo'l chiqib ketgan, endi kommunikatsiya 2 haftada qaytmaydi bu narsa. Trenirovka qiladi. Hammasi chetki. O'shani hisobida bular shunaqa dominant qat'iy ishlayapti. Ko'ramiz, balkim xabarsiz bo'lishi mumkin. Bitta balkim depo berib qo'yishi mumkindir egoistga bu o'yinni. Shox katidan Bistofist Botirov o'ldirib ketdi. 4-3 vaziyat. Aysivilon o'ldirib ketdi. Oxirgi o'yinchi bu Sorik 10-raund depo uchun. Chini muxlislari, Razim muxlislari, bular mix. Meni qo'shasizlar bo'ladi. Depo juda ham kuchli jamoa. Mana qarang, Bistofistdan chiqdi, kill berdi, yaxshi. Open frag bor, lekin ushlab qolish kerak vaziyatda. Smoke lane berildi. Vetfi comeback bo'lishi mumkin haligacha. Depo shunaqa verin o'ynayapti. Qarang, mana shuni sindirish kerak shu verini sizlar. Lekin qanaqa sindiradi? Flashka. Bir kill berdi. Bu yerda Bistofist yaxshi. Razmerlar bor. 3-1. Vetfi no scope. Bu yerda Sorik o'lib ketdi uni. 16 egoist uchun 6-raund yaxshi chiqishdi, fast o'ynashdi. 6-raundni qo'lga kiritishdi. Bular shunchaki mazza qilib o'ynaydi. Mazza qilib prolar darajasida o'ynaydi-da. Shunchaki o'yini kuchliroq. Agarda shug'ullanishganda boshqa narsa bu boshqacha natija ko'rgan bo'lardik. User yozibdilar. Hozir yana mix deydi. Bu ahob sizlar yomonlasanglar men nima dey boshqa? Priyomka bo'ladi, Xavachi. Botirshot Laskani ketdi. Bu yerda esa yana bitta kill Shoxdan. Xavachi bitta o'yinchiga qarshi, ikkita o'yinchiga qarshi Xavachi. Muhim raund jamoa uchun, lekin bu 11-raund. Depo uchun. Space o'ynaylar. Hamma LAN turnirlariga boringlar, o'ynaylar, qatnashinglar, yutinglar. Botirshot bitta kill, Botirshot razmer qilishdi. Vetfi Laskani olib ketdi. 4-3 vaziyat. LAN ko'p bo'lgani bilan konkurensiya bo'lmasa foydasi nima? Bu yerda Sorik Shoxni oldirib ketdi. Qiyin, lekin qiyin. Bitta flashka bilan chiqish deyarli qiyin. Hop, karga Molotov, Forusga
Molotov berildi, fleshga ham tushdi. Aysinon lekin bu fleshga ta'sir qilmadi. Frog uzdira mana endi o'ldirib ketdi. Oxirgi o'yinchi bu Havachi. Match point depo uchun, map point, match point, game point dachada. Mana o'sha ikkita fanatli ikki taraf urishib ketdi. Ikki taraf urishib ketdi. Bir xil deponi kuchli otdi, bir xil miksni otdi. O'ta Laska mana Vatni o'ldirib ketdi. To'rga to'r vaziyat, Botir shot qo'rqmasdan sakrab ketdi. Laska shotdan o'tib ketdi, Botir lekin bu yerda ikkita kill topdi. Hozir raundga nuqta qo'yishi mumkin Botir. 20 ga 13 yurdi Frog. Javik olib ketdi Havachi. GG VP Depo jamoasi Game Point Chempionlar Ligasini qo'lga kiritdi. Bu yerda qarang, Botir xursand, lekin qolganlar qanday oddiy holatda. Lekin bular O'zbekistondagi eng kuchli jamoa bo'ldi. Nega bular xursand bo'lmayapti? Savol, chat, nimaga bular xursand bo'lmayapti? Birinchi o'rin bizada Depo! Bolla gap qilish mumkin emas. Testa bu boshqacha anaqa bo'ldi. Nima desa bo'ladi, turnir boshqacha umuman kayfiyatda bo'ldi. Igrokimiz kechikdi, keyin ulgurib keldilar, lekin diskvalifikatsiya olishga oz qoldi lekin. Chempionlikni qo'ldan boy berardilar. Taqdirlash marosimi ketdi, Botir shot. Let's go. Bola tabriklaymiz. Qarshi chalib turinglar endi, birinchi o'rin, qarshi chalib turinglar endi. Birinchi o'rin. Donk. Frog. Xo'p. Endi bizada o'zingiz aytasiz endi, chiroyli. Bizada turnirimizning eng kuchli o'yinchisi bo'lgan MVP'si. Qaranglar. Okalar, qaranglar. Hop, MVP kim deb o'ylaysizlar? 1 2 3. Botir shot! Tabriklaymiz. Xo'p, bemalol endi Joni aka bilan biza bu yoqda nima desa orqadan lekin chiqmaydi.